AQSh jahon chempionatini o'tkazishga tayyor emasligi, umuman olganda bunday nufuzli turnirni qabul qilishga umuman mos joy emasligi jahon chempionatiga sanoqli kunlar qolganda ayon bo'lmoqda. Bu yerda gap tashkilotchilik yoki boshqa mayda muammolar haqida ketmayapti. Bu masala to'g'ridan-to'g'ri inson hayotiga xavf va o'lim ehtimoli bilan bog'liq. Dastlab Shveysariya terma jamoasi bazasida uzoq payt yashirib kelingan muammo yuzaga chiqdi. Kaliforniyaning San-Diego shahridagi futbolchilar qarorgohi yaqinida zaharli ilonlar borligi haqida ogohlantiruvchi rasmiy bayonot e'lon qilindi. Shveysariya futbol federatsiyasi esa bu holatni futbolchilar xavfsizligiga tahdid deb hisoblagan holda mundial boshlanishidan oldin boshqa tinchroq baza qidirish bilan ovora. Ammo bu shunchaki xamir uchidan patir bo'lib chiqmoqda. Dunyo miqyosida jinoyatchilik reytingida peshqadam bo'lgan AQShda jahon chempionati oldidan kutilgan muammo ro'y berdi. Missuri shtatida Angliya terma jamoasi mashg'ulot bazasi yonginasida qonli otishma sodir bo'ldi va unda 10 ga yaqin inson turli darajada jabrlandi. Xullas, asosiy sport turi futbol emas, balki Amerika futboli va basketbol bo'lgan mamlakatdagi jahon chempionatida hozircha shunday holat. Hali mundial boshlanmasidan shuncha muammo. Shunday qilib, tarixdagi eng uzoq davom etadigan jahon chempionatining sokin va tinch o'tish ehtimoli ham borgan sari pasayib bormoqda.